Bu qiz 50 yoshlar atrofidagi erkakka majburan turmushga berildi va natijasi hayratlanarli bo'ldi. Marva maktabni tashlab oilasini boqish uchun kiyim do'konida ishlay boshladi. Bir safar u qoshni do'konga buyurtma yetkazib berganida, do'kon egasi 50 yoshlar atrofidagi uylangan erkak unga qiziqib qoldi va pul bilan uni ozda ishlashga undadi. U rozi bo'lgach, u erkak o'zining ijtimoiy mavqeini bahona qilib, uni yashirincha norasmiy nikohga kondira boshladi. Marva rozi bo'ldi, oilasini qashshoqlikdan qutqaraman degan umidda, lekin do'kon egasi uni vaqti bilan ko'rib turar, ko'p huquqlardan mahrum qilardi. Bir yildan so'ng ularning munosabatlari soviy boshladi. Shunda u erkak nikoh shartnomasini yirtib tashladi, uni taloq qildi va Marva hech narsasiz uni tark etdi. Marva onasining uyiga qaytdi, yuragi sinib, qilgan xatosidan afsusda edi va Alloh taologa tavba qildi. Yolg'on moliyaviy vasvasalar odamni barbod qilishi va noto'g'ri yo'lni to'g'ri yo'ldek ko'rsatishi mumkin.